Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan yana o'zim muhandis Omadjon Abdulaziz davom etamiz. Oldingi post va reyslarda ulashib borganmiz mana o'sha qurilma EKF brendiga tegishli RT800M termoregulyator. Mana uning kontaktlari ko'rib turishingiz mumkin. Mana A1 va A2 kontaktlariga 24 volt doimiy kuchlanishimizni berib olganmiz. Mana o'sha klemli kontaktlarimiz va mana bu bulut batareyamiz yordamida yoqaman. Mana batareya paydo bo'ladi. O'sha indikatsiya bor. Mana displey yondi. Faqatgina bir muammo bor ekan. Ko'rib turishingiz mumkin. Mana qizil chiroq yonib turibdi. Ya'ni minimal harorat ko'rsatyapti. Termopara ulangan, mana tekshirib ko'rdim. Holatini juda bir aniqlikda tekshirdim. Bitta qotib, ajratdim. Termopara millivolt chiqarib turgan holatda ham bu ko'rmayapti, ya'ni gradus ko'rmayapti. Bu yerda bo'lsa men sizlarga va'da bergan edim, kommutatsiya qilishini ko'rsatib beraman, ya'ni haroratni rostlashini deb. Bu haroratni oz ko'rsatayotgani hisobiga mana alarm yonib qolgan. Ya'ni belgilangan haroratdan ozroq bo'lganligi uchun. Harorat qancha belgilangan ekan desanglar agar ustavka 40 turgan ekan, men uni mana hozir 20 ga tushirib qo'ydim. Baribir mana ishlamadi. Mana harorat 20 da turibdi. Hysteresis 5 gradus plus minusgacha o'chirmaydi yoki yoqmaydi. Alarm 15 gradus. Alarmni tushirib ko'rishga ham harakat qildim, lekin baribir iloji bo'lmadi. Alarm 1 dan boshlab tushmas ekan. Boshqaga tushmas ekan. Shunga alarmni qaytarib 15 ga qo'yib qo'yamiz. Sababi datchik signal ko'rmayapti. Umuman set mana belgilar boshdagi asosiy menyusiga qaytdi. Men hozir endi yashil chirog'ini yoqish uchun bu yerda bir narsa qilishim mumkin. Mana bo'shatganim kontaktni shunday olishim bilan yonib qoladi yashil chiroq. Ya'ni datchik yo'q deb ko'ryapti. Datchikni ulaganida bo'lsa minus 55 ga tushib qolyapti. Nega unday bo'lyapti? Datchikni simni o'rnalashib qoldimi desanglar, simni ham o'rnalashtirib ko'rdim. Bu undan emas. O'zini maxsus datchigi bor, o'sha datchikdan qo'yish kerak. Ya'ni buni signali muayyan bir datchikagina kalibrovka qilingan ekan. O'sha o'zini datchigini topa olmadim. Shu sababli oddiy termopara qo'yib ko'rmoqchi bo'ldim. Bu termopara qanaqa termopara desanglar, termopara Hramel Kapel eng keng tarqalgani. Asosan 100-150 graduslargacha bo'lgan haroratni o'lchashda qo'llaniladi. Odatda juda ko'p termokontrollerlarga tushar edi, lekin negadir bunga tushmadi. Videoni qisqa qilaman, mana ko'rib turishingiz mumkin. Kommutatsiya qilish quyidagicha. Datchik ulangan paytdan ashibga tushganlik hisobiga sovuq holda ko'rsatyapti alarm deb. Qizish holatiga o'tdi, ya'ni nagrevание qo'shib turibdi degan ma'noda bu. Ko'rib turishinglar mumkin. Mana asosiy ish kontaktlari bu. Mana ko'k umumiy minusda ikkalasiga kelgan. Minus ushlanish. Oq mana 14 dan olganmiz. Ko'rib turishinglar mumkin. 24 plusdan peremissiya qilib 11 ga. Ichiga mana oq bilan готовность ishlab turibdi degan, tayyor turibdi, ish holatda turibdi degan indikatsiya. Mana 24 voltdan ikkinchi peremissiya olingan, mana alarmga olingan. Qachonki mana datchik ulashimiz bilan kontaktga bor, mana qizil yuribdi. O'zini sensorini topsam qaytadan video tayyorlayman va sizlarga to'liq sensorga qo'limni tekkizib gradus o'ynash hisobiga regulirovkasini ko'rsatib beraman. Hozircha shu ularning haqida ma'lumot bermoqchi bo'ldim va buning ish prinsipi haqida ham. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar bilan Omadjon Abdulaziz bo'ldi.